Alamet, kamalet degan mushuğu mana İbrahimcan 5-nji aydan 20 günü faaliyet bor etdi. Yaxshi tutdingizmi? Bu İbrahimcan undan tutdingizmi, bilan tutdingizmi? Yaxshi tutdingizmi? Yaxshi tutyapsiz. Tayyorlik tutib qoldi yaxshi. Qoldi tayyorliklar, pechet mana. Chestay. Bugun bo'lyaptimi ya? Evet, chestay tutibdi mana materiallar degan to'liqni pakiz. 5-nji aydan 20 günü bir cho'ng holatda bir fab o'qiy qilaman. 13-hislardan boshlaylik deb. 13-sida tatma. Ha, tashviqotdan bek oldi qilaversak men balon tutib qoldik endi. Lekin tayyorligimiz katta lekin. Chataq yo'q, a? Qadaroq bir cho'ng tayyorlik qildikmi yoki sizlarning shon tayyorlik qilgandek turamdiq endi qarsam butun bizning shu satrash ballarining har qandig'ining ojizidan chiqadek materiallar to'liqni tutdi do'konga. Oldin qatam Elshadjon kelgan vaqtida tuyuqsiz kelib qoldi. Vaqtida hamma do'konning maltasi yetarli emas. Ammo shu Kamalat ismiga loyiq ravris mal to'liqlab endi ichilish marosim qilamiz degan. Asosiy jihatdan o'sha Urumchidagi satrashlik sohasidagi bolalarimiz bilan do'konga kelsa, har qanday mal bakin degandek holat qilyapti mana. Hozir bakan Andisning bakan, Bablisning bakan, Lyubalion bakan, Mordaning bakan, a? Shu jamiyatda yiqayotgan satrash bol asos qilishayotgan materiallarning hammasini to'liq qildik. Unda olsa menda gap balla. Bugun men İbrahimjonga xabar qildi, hamda faoliyatni oshkorlamagan deydi. Men bugun kelishim materiallar, mallar haqiqatan to'liqlabdi. Butun Shinjongga har qanday satrash bollarniki hojidan chiqdek materialni to'liqlabdi. Chunki men Urumchiga do'kon, bosh do'kon bo'lganligi uchun albatta har qanday xaridan hojidan chiqdek mal ta'minlamasi bo'lmaydi emasmi? Menimiz zadim o'shadan butun malni o'shadan ta'minlab kelyapti. Undan sirt shu 5-oyning 20 kuni shu Kamalat ishkining oldida alamat qilib shu faoliyat qilmoqchi. Faoliyat nomida odatdagi faoliyat emas, satrashlik sohasida bir qittu degandek faoliyat qildik do'stlar. Bu qitim faoliyatimizda do'stlar bizningki dangliq riyosatchimiz Mayra Adamning riyosatchiligida Elshadjonga o'xshash shu diyorimiz ko'z ko'ringan satrash ustozlar, shundoqla bizni izchil qo'llayotgan hamkorlashuvchilar mush do'konning oldiga yig'ilib turib katta bir maydon to'rt cho'lponlaridan alohida ichilish marosimi tayyorlik qildik. Bu kuni bizim nurg'unlagan o'zimizdagi kamal sovg'alarini bildiramiz. Taxminan shu 150 ming ko'ydi, 200 ming ko'ychi. Do'konning oldidan shu kelgan do'stlar. Mana bu yurak ham sanalmaydi. Alayda sovg'a tayyorladik. 200 ming ko'ylik, ham shunday sovuq salomni berib, sizni quruq yo'q sanmaydi ekan. Siz mana ayt yaxshi qilibsiz, muborak bo'lsin. Hamsi 5-oyning 20 kuni Urumchi yangi ochilgan Kamal shirkatimizningki bosh do'konida Elshadjon qatorliq ustozlar bilan birlikda sizlarni saqlaymiz do'stlar. Ko'rishmasak hisob emas. Bu sen